Jizzax viloyatida kasbiy ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, yoshlarni zamonaviy kasblarga yo'naltirish va ularni bandligini ta'minlash borasida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Ana shunday muhim tadbirlardan biri Jizzax ilg'or kasbiy mahorat texnikumida dual ta'limni tashkil etish afzalliklari mavzusida tashkil etilgan forum bo'ldi. Mazkur forum Jizzax viloyat kasbiy ta'lim boshqarmasi tashabbusi bilan o'tkazilib, unda Kasbiy ta'lim agentligi, Jizzax viloyat hokimligi hamda Savdo-sanoat palatasi Jizzax viloyat hududiy boshqarmasi vakillari ishtirok etdi. Tadbir ish beruvchi korxonalar, texnikum rahbarlari va mutaxassislar uchun o'zaro muloqot maydoniga aylandi. Forum ishtirokchilari dastlab kasbiy ta'lim tashkilotlarida dual ta'limni yo'lga qo'yish borasida amalga oshirilayotgan ishlar va erishilgan natijalar aks etgan ko'rgazma bilan tanishdilar. Ko'rgazmada viloyatda faoliyat yuritayotgan 33 ta texnikumda joriy etilgan kasb va mutaxassis yo'nalishlari, hamkor korxonalar soni, ishlab chiqarish bilan integratsiya jarayonlari hamda mavjud bo'sh ish o'rinlar to'g'risida batafsil ma'lumotlar taqdim etildi. Forumda texnikumda tahsil olayotgan o'quvchilar ham faol ishtirok etdilar. Biz ham ularning fikrlari bilan qiziqdik. Rauf Rashidov tumani birinchi sonli texnikumida tahsil olaman. Hozirda 2-kurs talabasiman. Ismim Siropova Diyora. Tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha dars olamiz. Hozirda o'qituvchilarimiz juda mutaxassis. Hamma sharoitlar bor. Bu kasbni tanlashimdan maqsad o'zim yoqtirganligim uchun, qiziqqanligim uchun, dizaynerlikka havasim kelganligi uchun tanlaganman. Ta'kidlash joizki, bugungi kunda viloyat texnikumlarida mehnat bozorida yuqori talabga ega bo'lgan yo'nalishlar bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Jumladan, oshpazlik yo'nalishida tahsil olayotgan o'quvchilar zamonaviy restoran va umumiy ovqatlanish korxonalarida amaliyot o'tash imkoniyatiga ega. Ular milliy va jahon oshxonasi sirlarini o'rganib, sanitariya-gigiyena talablariga qat'iy rioya etgan holda ishlashni amaliy jarayonda egallamoqda. Biz Zomin turizm va madaniy meros texnikumidan tashrif buyurdik. Oshpaz va qandolatchi yo'nalishi bo'yicha o'zimiz tayyorlagan har xil qandolat mahsulotlari, karvin san'ati va bir-biridan har xil ichimliklar, mojito ichimliklari, shirinliklar, fast-foodlar tayyorlab o'z ishlarimizni ko'rsatdik. Tikuvchilik yo'nalishida esa o'quvchilar zamonaviy tikuv uskunalarida ishlash, kiyim konstruksiyasini tuzish, dizayn va modellashtirish asoslarini o'rganishmoqda. Ishlab chiqarish korxonalarida amaliy mashg'ulotlar o'tash orqali ular haqiqiy buyurtmalar asosida mahsulot tayyorlash tajribasiga ega bo'lmoqda. Men Mamatqulova Ruxshona, Jizzax ilg'or kasb-hunar texnikum o'quvchisi, 12-25 tikuvchi o'quvchisiman. Tikuvchilik yo'nalishini tanlaganimdan maqsad mustaqil bo'lish, halol mehnat bilan daromad topish va men tanlagan kasbim bilan vatanimga va xalqimga o'z foyda keltirishni o'z oldimga maqsad qilib qo'yganman. Shu sababli bu texnikumni tanlaganman va bu texnikumni tanlaganimdan faxrlanaman. Avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish yo'nalishida tahsil olayotgan yoshlar esa transport vositasining diagnostikasi, ta'miri va texnik ko'rigini zamonaviy uskunalar yordamida bajarishni o'rganmoqda. Bu esa ularning kelgusida malakali mutaxassis sifatida mehnat bozoriga kirib kelishiga mustahkam zamin yaratadi. Bizlar Zarbdor birinchi sonli texnika bilan keldik. Bizlar shu o'quvchilarda shu jihozlardan foydalanib, avtomobillar tuzilishi, avtomobillarda o'quv amaliy mashg'ulotlarni shu jihozlardan foydalanib o'rgatamiz. Biz Zomin tumani birinchi son texnikumi o'quvchilarini olib kelganmiz. O'quvchilarimiz dvigatellarni ta'mirlash, tashxislash, elektrik jihozlarini ta'mirlash va tashxislash, o'rganish, dvigatellarni qismlarga ajratish, elektrik qismlarini qismlarga ajratish bo'yicha shug'ullanishadi. Dvigatellarni har birini qismlarga ajratib, yana qaytadan yig'ib ta'mirlashga moslashtirilgan texnikumimiz. Payvandlash yo'nalishida esa o'quvchilar metall konstruksiyasini tayyorlash, turli uskunalarda payvandlash ishlarini bajarish, texnika xavfsizligi qoidalariga rioya etish bo'yicha chuqur bilim va ko'nikmalarga ega bo'lmoqda. Mazkur kasb, sanoat va qurilish sohasida eng talab yuqori bo'lgan yo'nalishlardan sanaladi. Jizzax viloyati Yangiobod tuman texnikumida tashrif buyurdik. Bu kasb festivaliga payvandlovchi yo'nalish bo'yicha qatnashyapmiz. Bizning texnikumda avtomobil, tikuvchilik, dasuriy injinering kabi yo'nalishlar mavjud. Chilangarlik ishida bizda elektr svarka, plastik qo'llarga ishlov berish, avtogen kabi kasblar o'rganishadi. Mana ko'rgazmalar ichida eng bizga yoqqan jihati bu Forish tuman texnikumidagi yasalgan mana bunday buyum bo'ldi va bu temirdan yasalgan. Ushbu ko'rib turgan buyum Darxonov Aslbekka tegishli. Hozir ulardan
Bu mahsulotda qancha vaqt ketganini so'rab olamiz. Bu mahsulotni yasash uchun menga deyarli 1 kun vaqtim ketgan. Bunga ustozlarning hissasi ham juda katta. Buni yasash uchun anchagina tajriba kerak bo'ladi. Darhaqiqat iqtisodiyotni barqaror rivojlanishida o'rta bo'g'im mutaxassislarining o'rni alohida ahamiyatga ega. Ishlab chiqarish, sanoat, qurilish va xizmat ko'rsatish sohalarida ishchi kasblarga bo'lgan ehtiyoj yildan-yilga ortib bormoqda. Shu bois zamonaviy bozor talablariga mos kadrlar tayyorlash bugungi kunning dolzarb vazifasidir. Dual ta'lim tizimi aynan mana shu ehtiyojdan kelib chiqib joriy etilgan samarali mexanizmdir. Ushbu tizim o'quvchiga o'z yo'nalishi bo'yicha ta'limni amaliy mehnat jarayoni bilan uyg'un holda olib borish imkonini yaratadi. Ya'ni o'quvchilar haftaning 2 kunida ta'lim muassasalarida nazariy bilimlarni egallasa, 4 kun davomida korxona va tashkilotlarda ishlab, real ish muhitida tajriba orttiradi. Natijada bitiruvchi nafaqat diplomga, balki haqiqiy ish tajribasiga ham ega bo'ladi. Mana bugun Jizzax ilg'or kasbiy mahorat texnikumida butun Jizzax viloyati texnikumlari o'rtasida dual ta'limning afzalliklari mavzusida respublika seminari bo'lmoqda. Ushbu seminarga bizni Sharof Rashidov tuman 2-son texnikumi ham munosib qatnashyapmiz. Bugungi kunda muhtaram yurtboshimiz imzolagan 616-sonli qaror ijrosi yuzasidan texnikumlarda katta yangiliklar, o'zgarishlar bo'lyapti. Ya'ni zamonaviy kasblarga tayyorlash yo'lga qo'yilyapti. Zamonaviy kasblarni tayyorlashda asosiy maqsad dual ta'limga qaratilyapti. Ya'ni dual ta'limda o'quvchi bir vaqtning o'zida ham amaliyot o'taydi, ham nazariy mashg'ulotlarni texnikumda o'tab, zamonaviy laboratoriya jihozlangan xonalarda dars o'tib, yetuk kadr bo'lmoqda. Shu jumladan bizda o'sha Sharof Rashidov transport texnikumi o'quvchilari ham bugun o'quvchilari uchun Jizzax ADM korxonasi, BYD Uzbekistan Factory kabi yirik avtomobil zavodlari bilan biz dual ta'lim shartnomalarini imzoladik va bugungi kunda o'quvchilar dual ta'limda haftaning 4 kunida zavodda, qolgan 2 kunida nazariy texnikumda o'qib, oylik maoshlar olib, zamonaviy kasb va bilimlar egallab kelmoqda. Buning dual ta'limning eng katta yana bitta yutug'i bu o'quvchi bir vaqtning o'zida amaliy bilimlarni egallab oylik maosh olish imkoniyati bo'lsa, bu ota-onalar uchun yaxshi tomoni xavfsiz muhit yaratiladi. Ya'ni zavodga kirganda o'quvchilarning hammasining xavfsizligi ta'minlanadi. O'qishga kelganda zamonaviy yetuk malakali kadr bo'lib yetishmoqda. Tadbir davomida Kasbiy ta'lim agentligi direktor o'rinbosari Sheyxnazar Sharafiddinov so'zga chiqib, dual ta'limni yanada rivojlantirish, ish beruvchilar bilan hamkorlikni kengaytirish va ta'lim sifati ustidan nazoratni kuchaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratdi. Shuningdek, ish beruvchi korxonalar hamda kasbiy ta'lim tashkilotlari rahbarlari tomonidan tizimni yanada takomillashtirish yuzasidan taklif va tashabbuslar ilgari surildi. Hamkorlik shartnomalarini ko'paytirish, amaliyot sifatini oshirish, ustoz shogird an'analarini mustahkamlash va o'quvchilarni keyingi ish bilan ta'minlash mexanizmlarini yanada kuchaytirish masalalari muhokama qilindi. Forum yakunida Jizzax viloyatida dual ta'limni rivojlantirishning mavjud imkoniyatlari, istiqboldagi vazifalar va aniq rejalar belgilab olindi. Mazkur tizimning keng joriy etilishi orqali yoshlarning kasb-hunarga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish, ularning bandligini ta'minlash va hudud iqtisodiyotiga malakali kadrlar yetkazib berish ko'zda tutilmoqda. Zero, bugungi islohotlar zamirida bitta ulug' maqsad mujassam: raqobatdosh, zamonaviy bilim va ko'nikmaga ega yosh avlodni tarbiyalashdir. Dostonbek Bahromov Jizzax shahridan maxsus tayyorladi.